Eksklyuzivniy dizayndagi aboyimizni boshqa aboylardan farqi, bu aboyimiz xuddi tekstilniy aboyga o'xshaydi. Podvышивка ishlangan, gullari bo'lsa qubba-qubba bo'lib chiqqan, xuddi tikilganga o'xshaydi. Bugungi obzorimizni ayollarning sevimli xonasi bo'lgan mehmonxonadan, ya'ni zal qismidan boshlaymiz. Bu zalimizga Velutto brendiga tegishli bo'lgan eksklyuzivniy aboydan qilib berganmiz. Bu aboyimizning boshqa aboylardan farqi, gullari qubba-qubba bo'lib chiqqan, xuddi tekstilniy aboyga o'xshab podvышивка ishlangan. Prям tikilganga o'xshaydi. Uyga egalariga ham eng yoqqan aboyimiz mashi bo'pti. Sizlar ham ko'rib baho beringlar. TV zonamizga ham klassika uslubida bo'lgan bu aboyimiz вообще zo'r tushibdi. Navbatdagi eksklyuzivniy obzorlarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.